Do'stlar, esingizda bo'lsa o'tgan safar mana shu yerni bedaga tayyorlagandik. Beda admin bo'ldi. Endi bu yerni hozir 10 gektar joyini loviyaga haydayapmiz. Loviyaga tayyorlayapmiz. Mana quyosh chiqib kelyapti. Xudo xolasa hozir primerno bir 3 gektarlar joy haydaldi. Traktorga keladigan bo'lsak, New Holland 60 O'tgan safargi jigari ezilgan tesoriq qani deb so'raydigan bo'lsanglar, u tesoriqni o'sha shu yerni tugatmasdan korobkasi ketdi, shu bilan sepilyapti. Hali yig'ilgan yo'q. Bu tesoriqniga o'xshagan g'art-g'urt, o'rtada skor rechak yo'q, boshqa yo'q. Xullas mana bitta barmoqda. Bo'ldi. Oldinga hozir orqaga yurishimiz. Shunday keldingiz. Mana bunda esa orqaga. Sep tushirish. Yana bu yoqqa turamiz, ozgina gaz beramiz. Mana skors 6 7 bo'ldi. Bu texnikada jigarni ezib, moyga botib, falonchi skorsdan chiqardi, pismadonchi skorsdan chiqardi, olingan o'qariqlardan taq-tu o'shanda o'tib, xullas jigar ezmaydigan texnikada yangi maslar. Mana shunday tekis joylarda даже rolni ushlash ham shart emas. O'zi reglovka qilib burilib ketaveradi. Prosta qarab tursangiz bo'ldi. Prosta qarab tursangiz bo'ldi. Mana shuni ariqlar to'g'ri kelsa sal ushlaysiz. Tamam. Tekis ketaveradi. Tekis. Xo'p. Постоянно kanalda nega постоянно video chiqmasligiga kelsak, kimdir ichida o'ylayotgan bo'lishi, nega bu постоянно video chiqarmaydi deb o'ylayotganlar bo'lsa, men o'zi erinchoq odamman, video olishga shu bir erinib, onasini emsin nima qilaman, videoga ol deydigan odamman. Shunga har zamonda qandaydir video montaj qilgim kelib qoladi yo videoga olgim kelib qoladi. O'sha paytda davay tirs YouTube'ga o'chirib yuboraman shuni videoga olib. Videoga olgim kelmasa bo'ldi, oy 5 oy o'tami, 6 oy o'tami shunday yuraveraman, video qo'ymay, video joylamay. Shunaqa, endi bu video chiqadi, keyingi video qachon chiqadi unisi aniq emas. Bu video qachon chiqishi ham aniq emas. Может ertadan keyin montaj qilib chiqararman. Bugun число 15-iyun. Avvalgi shu yer haydaganimda videoni chiqargan paytda 2,5 mingta просмотр bo'libdi, lekin like ham normalniy 50-60 ta like yig'ilgan, no kommentariy nol. Hatto kommentariga unda mashina belgi qo'ysanglar ham bo'ladi. Qiyin emas demoqchiman. Ya bo'lmasa o gap yo'q, chotki your variation deb yozsanglar ham bo'laveradi. Bugun kun qaynaydiganga o'xshayapti cho'tir. Shu quyosh ko'ringandan qizdirib boshladik.
Yok, quyosh ko'rindi, уже kun qaynab boshladi. O traktor polni oyna bo'lgani uchun onasini emsin. Nomiga quyosh ko'rinsa ham, nomiga shunda quyosh shunday chiqsa bo'ldi-da, o'sha traktorning ichi yonib ketadi. O'shanga shunday ventilyatorchani qo'shish kerak, mana buni on qilish kerak. Tamom. Ana hayot. Salqingina jigarni ezmay borib kelaveramiz. Hozir men qanday burilishim kerak endi buni oldida? Farosatini eshik qisib qolgan. Hozir orqaga, oldinga burishim kerak-da endi. Farasatingiz. Ko'rmi, bilad. Hozir men 4 marta keladigan bo'lsam, 4 marta shunday to'g'rilab olishim, Damas'dan o'tguncha.